Asqarova. Iztirob. Taqdir bu inson qismatiga Alloh taolo tomonidan yozilgan yozuqmi yoki inson o'zi sababchimi? Asarda keltirilganidek, yoshlikdan ajralmas do'st tutingan yigitlar birin-ketin boshlariga tushgan savdolar tufayli shafqatsiz hayot charxpalagiga beayov asir bo'ldilarki, ularni to'xtatib bo'lmas qasos otashi, alam, sitam, anduh o'z iskanjasiga mahkam ilintirgan edi. 3 bolasi alangasida ketma-ket olingan intiqomlar, ag'yorlar qatorida do'stlarni ham o'z domiga tortgani qalblarni yaralaydi, yuraklarni jarohatlaydi. Ma'naviyatga daxldor ushbu romanda muqaddas vatanga, ota-onaga, yorga bo'lgan muhabbat, mehr-muruvvat, ezgulik o'z aksini topgan. Unda adiba tomonidan jamiyatimizda uchrab turadigan qimorbozlik, bosqinchilik, qotillik kabi chirkin illatlar qoralanganki, oqibat jazoga mahkum insonlar qismatidan ogoh bo'lgan kitobxonning to'g'ri xulosa chiqarishiga umidvormiz. Aziz kitobxonlar, biz sizlarga Ra'no Asqarovaning Iztirob kitobini o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Kutubxonamizga tashrif buyuring va bir-biridan ajoyib bo'lgan kitoblardan bahramand bo'ling hamda bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishda davom eting.